O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Toshkent viloyati kengashining 2025-yil 1,5 yillik ish rejasiga asosan Yuqori Chirchiq tumanida mehnat muhofazasi xodimning xavfsizligi va ish samaradorligi asosi mavzusida amaliy seminar o'tkazildi. Hozir shu haqida. Mazkur uchrashuvda ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi tizimidagi Yuqori Chirchiq tuman maktabgacha va maktab ta'limi muassasalari ish beruvchilari, boshlang'ich kasaba uyushma qo'mitasi raislari hamda mehnat muhofazasi mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Seminardan ko'zlangan maqsad mehnatni muhofaza qilishga oid qonunchilikdagi yangiliklar, shu jumladan O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar haqida tushunchalar berishdan iborat bo'ldi. Bunga ko'ra xodimlar faoliyat xavfsizligini, salomatligini va ish qobiliyatini saqlanishini ta'minlash belgilangan aytib o'tildi. Shuningdek, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa hamda xodimlar salomatligining boshqa turdagi zararlanishini oldini olish, favqulodda holatlar haqida xabardor etish va maxsus tekshiruv komissiyasi kasaba uyushmalari vakilligini belgilash, mavjud muammoli masalalarni aniqlash, tahlil etish, baholash zarurligi qayd etildi. Jumladan ish beruvchining fuqarolik javobgarligi, majburiy sug'urtalashni yo'lga qo'yish muhimligi ta'kidlandi. Bu seminarni o'tkazishdan asosiy maqsad Toshkent viloyatida 2024-yilda 30 ga yaqin baxtsiz hodisa sodir bo'lgan bo'lsa, buning asosiy ko'rsatkichlari tog' sanoati, metallurgiya, energetika, ximiya, transport, temir yo'l tarmoqlariga tegishli bo'ladigan bo'lsa, achinarlisi ta'lim sohasida ham baxtsiz hodisa sodir bo'lgan va ushbu baxtsiz hodisa Yuqori Chirchiq tumanidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasasida sodir bo'lganligi sababli shunday holatlarni oldini olish maqsadida Yuqori Chirchiq tumanida tashkil etildi. Shuningdek, ta'lim muassasalarimizni ish beruvchilari hamda kasb uyushmalarining raislari, mehnat muhofazasi bo'yicha mas'ul xodimlar ishtirokida men o'ylaymanki, bugungi seminar ular uchun juda ham foydali bo'ldi va kelajakda amaliyotda ushbu holatlarni oldini olish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rgan holda ishlarni olib borishadi va tashkil etishadi. Jarayonda mehnatni muhofaza qilishga doir qonunlar va boshqa me'yoriy hujjatlarga rioya etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish hamda bu borada kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan masalalar to'g'risida tushunchalar berildi.